شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Baqaraning 229-ayetini o'qiymiz. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo oila hayotidagi shirkni tanlash hamrohni erning ayol tanlashi, ayolning er tanlashi, undan keyingi oila hayotining prinsip xarakterlari, ayollarga erlarga zarar bo'ladigan ishlar, undan keyin taloq qilingandan keyingi ayollarningki iddat mazgili, ya'ni her ayol nikahdan ajrashgandan keyin nasab va boshqa turli munosabatlar aralashib ketmaslik uchun ayolning erligirki erilan bo'lgan munosabatning to'liq uzilganligini ifodalaydigan ifodalar haqida bizga ma'lum ta'limot ko'rsatmalarni berdi, hukmlarni bayon qildi. Bugungi oyatimizda mu shuning davomi. Alloh subhanahu va taolo da'vatudi, ya'ni taloqning o'zining xarakteri. Ilgirki oyatda taloq qilinadigan ayolning masalasini bayon qilgan bo'lsa, ma'ayatda taloqning o'zi haqida so'zlab, astag'izu billah, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alayhima fima iftadat bihi تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Ayetning qisqacha bir tarjimasini qilsam qarindoshlar, taloq ikki qatim bo'ladi. Ikki qatim. Bu oraliqda fa imsakum bi ma'ruf, ya chiroyliqcha o'y tutib qoladi, aw tasrihum bi ihsan, yoki yaxshi yo'llar bilan eng go'zal shaklda ayrıldı. Ve la yahillu lekum an ta'khudhu, yani ayollarga to'yloq şekilde bergen narsalardan hech qanday narsani elib olish sizlarga halol emas. İlla ki bu ayollar Allohning had hududini, chek chegarasini ijro qilishdan qo'rqqan vaqtida, agar sizlar shunda ahvolga duch kelib, ayol kishi qurib bo'lgan oilasida o'zining vazifasini ado qilishdan ansirab, ya'ni gunoh qilishdan, men bu ayoldan chekinib chiqaman, bu ayolda turmayman deb ayol kishi chekinib chiqqan vaqtida, ayol kishi buning badalini, fidyasini o'tab qana qilsa bo'ladi, chekinsa buningda gunoh yo'q. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning ayollik munosabat, oilaviy munosabatlarda siz bergan siziqlari, chegarasi bo'lib, bundan o'tib ketmanglar. Kim bu chegaradan, Allohning chegaradan o'tib ketadi ekan, bular zolimlardir dedi. Endi taloq degan so'zning ma'nosi arabchadagi erkin bo'lish, ozod bo'lish, munosabatining uzilishi, munosabatining qolmasligi degandek ma'nolarni o'z ichiga oladi. Ya'ni xuddi nikoh ayolni bog'lab turgan bir bog'lantiga o'xshab, bu bog'lantini ajrashtirib ayirib o'tgandan keyin ikkisining munosabat, ikkisining birisining munosabati uzilgandek bir xil hukm. Amaliyotda mu nikoh bog'lanishi, ayol o'tirdiki, nikoh kelishimi Qur'oni Karimning sifatlagan sifatida
g'alliz, intayin mustahkam, intayin mazmut bir bog'lanish, boshqa munosabat deb sifatlanadi. Surat Niso'ningki bir oyatida va akhadna minkum mithaqan g'aliza. Ya'ni ayollar erlarga to'y qilib kirgan vaqtida erlardan nima olgan bo'ladi? Nihoyat qattiq misoq olgan bo'ladi. Hatto Qur'on iymon bog'lanishini banda bilan Allohning o'tirdik iymon bog'lanishini misoq normal ahdi deb isbotlaylik. Ammo nikoh munosabat degan nikoh bog'lanishlik kelgan vaqtda g'aliz degan ifodani ishlatilgan. G'aliz degan nima bo'lsa intayin qattiq, chunki har qanday munosabat bilan bu nikoh munosabati bilan bir-birisiga echilganga o'xshash echilmaydi. Hatto dada bolaning munosabati shu, ona bolaning munosabati shu. Bir chekchigisi var. Ama nikah münasebetininki ayol oturdu hiç chekchigisi qo'ymaydigan bir munosabat. Yani bir nikah bilan bütün ichki ahvolning hammani ayolga oshkorlaydi. Ayol o'zining bütün ichki ahvolining hammani erga oshkorlaydi. Bu darajada munosabat dunyoda yo'q. Shuningdek Qur'oni Karimda nikah munosabatini naytiq mustahkam ahdi, mustahkam va'da, üzülmez ağamçı degan şekilde qanaqliqlar ifodalangan. Endi insonlar bo'lish sifati bilan kichik oiladan tortib cho'ng bir davlatlargacha masalalar yuz berib turadi. Cho'qim. Qur'on mushu masalalarga shishim bergan vaqtida eng qulay shaklda masalani hal qilish bizga o'g'itish, bizni shu shaklda tarbiyalash uchun qanaqa o'tadi ahkamlarni yo'lga qo'yib. Masalan, bizga nikoh munosabatini yo'lga qo'ydi. Ya'ni nikoh qilib bir ayol hayot musobaqasini tang boshlab bir uyga kirsa bo'ladi. Va nikohni buzish to'g'ri kelib qolgan vaqtida bir qitim kirsilam chiqib olmaydigan qurg'on emas bu. Agar yoki ayol ikkisining birisi bu o'rtoqlikda, bu hayot shiriklikda zulmga uchrab, zararga uchraydigan ahvol bo'lib qolsa, chekinib chiqsa bo'ladi. Ammo chekinish vaqtidagi oila munosabatini buzish, ya'ni oilani buzish vaqtidagi kayfiyat insonningki tayyorligi ideya jihatdagi ruhiy holati nikohni qilgan vaqtidagi aslo va aslo o'xshamaydi. Nikohni qilgan vaqtda masalaga tigidin qaraydi. O'ylanadi. Nikoh qilgan vaqtda qarshi tarafning fikrini oladi, o'zining fikri haqini selishtirib boqadi, undan keyin qarshi tarafning ma'qulligini oladi, guvochi bo'ladi masalan. Uning to'y nurg'u masala bor, ammo ajrg'ov vaqtida, nikoh qilishning oldida turmushning oldi keynini mushu ayol bilan to'y qilsam, turmushim yaxshi bo'lamdi, bo'lmamdi, bolalarim qon hammani o'ylaydi inson. Ammo taloq qilgan vaqtda sal farqli. Chunki kishi o'zidagi ichki ruhiy holatlarga o'zi ega emas, nurg'un insonlar. O'zini kontrol qila olmaydi. Odatdagi bir ishlar hal qilib ketkirildigan bir ishlarmi taloqqa sabab bo'lib qoladi. Manda bir ahvol o'g'achqa. Shuna taloq masalasiga kelgan vaqtida masalani chiroyli hal qilish uslubini bizga Alloh subhanahu va taolo o'rgatgan. Taloq ashta oddiy ishlar bilanmi bir oilaning buzilishi kelib chiqadigan ahvol bo'lib qolgachqa Alloh subhanahu va taolo to'xtatdi. O'zingni besib ol. Uncha tez buzvatma mashina degan shaklda nima deydi bu oyatda? At-talaqu marratan. At-talaqu marratan degani taloqni bir qitimdan qilsa degan gap yani. Bir qitimdan qilsa ikki qatim qilib yana velish fursatun va degan gap. Ikki qatim qilib yana velish fursatun va. Birodar Rasulullohdan ki so'di ya Rasululloh Qur'oni Karimda at-talaqu marratan taloqni ikki qitim qilildi desa, hajab biz 3 taloq dedi ekanmiz-ku desa, Payg'ambar alayhisalom kulimsirab turib, ikki taloqdan keyin ya bir uy tutib qolasiz yoki chiroyliqcha qo'yibsiz degan oyatni o'qib bergan keyin ediki. Ya'ni bu yerda bir orliq bor. Allohning bizga iroda qilgan haqiqiy taloqning uslubi ayolni taloq qilmoqchi bo'lganda orliq qo'yimiz, ya'ni birdan, ya'ni fursat qoldiramiz degan gap.
Yani dedik at-talaqu marratan deganning ma'nosi sizning ikki qatim ayollar bilan ajrashib qayta yenivelish fursatınız var degan gap. Ammo bu ahvol 3 ga berib qolsa, o'tiranglar butunlay ajraydi. Qayta o ayollar uy tutish fursati olmaydi. Hatta tankiha zawjan g'ayra. Yani bir oyat. O ayol boshqa erlar bilan billa qana qilib, to'y qilib, normal shaklda ma'lum sabablar tufaylidan ayrılib ketib, qap qolsa andan keyin uy tutish bo'lmasa 3 qatim taloq qilib bo'ldinglarmi? Fursat tugidi. Qayta uy quranmaysiz. Chunki mag'lub bo'lgan uy u. Allah bizga 3 qatim fursat berdi ya. Bir qatim buz bu uyni. Tamam. Qayta yenishib ol. Yana bir qatim buzildi. Er ayol bir uyga qaytib kirib bo'lgandiga yana bir qatim buzildi. Tamam, yana qayta kelishib ol. 3-chi qatim yana buzilgan bo'lsa, endi buning kelishish yo'li yo'q. Yani ma aile unda şekilde devam kılanmaydı. Er ayal muhabbeti, mehir muhabbet, illiqlik asası devam kıldıgan aile ki aile münasebeti, hatta erninki ayal kişiye şunda kol kütürep urduğan bir haletini şekillendiriş mi? En yukarı çekti ki ayal kişi hatalık ötközge vakitteki halet. Yani er ayal birisi kaş kötüyemeydiğin halet yaşayış gerek öyle Allah'ın takazası, Allah'ın bizge koygan prensip boyunca. Anda xalqancha o'yinchiqqa o'xshash bo'lgan ajrashdiq, ayta bulashdiq, unday ish yo'q. Bunga cho'qim chaq qo'yish kerak. Ayolning illiqligini saqlash kerak. Shunga Alloh subhanahu va taolo nima deydi? Bir qatim oilani buzib taloq qilding, tamam, yeni bilish fursati bor. Qayta oilani asliga keltiraysan. Ikkinchi qatim taloq qilding, tamam, yeni bir qatim yeni bilish fursati bor. Uchinchi qatim taloq qilib qolsang, u vaqtda sening ikkinchi qatim aslo fursating yo'q. Ma'u taloq qilib, qaytib bo'lishib, taloq qilgandagi 3 taloqning gapi endi ig'izdan biroqlam 3 taloq deb chiqsa, bu zot 3 taloq bo'lamdi, bo'lmamdi desa, ulamolar buningda har xil ko'z qarashda, ammo kitobning avtori, ya'ni Shayx Sha'ravi bu Qur'on bizga ko'z tutmagan taloq shakli bu emas deydi. Allah unda ifodalamadi taloqni. Unda ifodalamadi. Allah qanday ifodaladi? Bir qatim taloq qilsa, pushaymon qilding, qaytishib olding, oilani qaytadan qurib olding, asliga kelib olding. Yana masala chiqdi, o'tiranglarda, yana taloq qilding, ikkinchi qatim bo'ldi. Yana qarab baqib qadam bo'ldi, yana ishib olaya. Undan boshqasi obdan chiqmaydigan o'xshaydi. Yana ishib olding, tugidi fursat. Ma shaklda taloq qilish Qur'onning talabi bizdan. Taloq qilish uslubi bu Qur'onning. Unda biroqlam ig'izda 3 taloq deblam taloq qiladigan ahvol yo'q deydi ma. Shu kitobning avtori. Yani bu yerda fa'imsakum bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan degan oyatni at-taloq maratandan kilon akab qo'yganning o'zining biz bayatni davatgan ma'nani ta'kidlaydigan tarafi bor. Yani taloqdan keyin shayliqcha ya o'tsa ya qo'yib o'tsa. Mushu. Yani bu turda bir fursat bor. Ammo bir qatim bilan 3 taloqqa vaqtda ne qo'yib o'tkili, ne o'tib qilib fursat bo'lmaydi. Agar 3 taloq tushdi degan ko'z qarashga borsa. Shu oyatning keyingi qarag'an vaqtda talaqning Allah bizga ko'rsatgan shakli birdan bo'ladi. Undan ortiq taloq yo'q demakchi. Allah subhanahu va taoloning taloqni bu shaklda 3 ga taqsim qilib, 3 qatim taloq qilinish fursatini bizga berishi, qaytib olish fursati berish. Onda bir ayol ma'lum bir masala tufaylidan o'tirda azarliq yuz berdi. Bu ya ayolning jiddiy shaklda achchiqini keltirdi, nayt yuksak yoki chiqdi uning g'azabi yoki erning g'azabini keltirdi. O'zini tutib ololmay shu o'rindan bir og'iz gap bilan butun oila chulib ketsa, ya'ni 10 necha yillik oila, 20 necha yillik oila, bir necha balava bu faqat yaxshi ish emas. Bu yüzden Allah subhanahu va taolo tamam bu qatim achchig'ingni besololmay ajrashib ketdingmi bir taloq.
Vaqtning o'tishiga ergashib har narsa asliga keladi. Uning kelgan g'azablari besiqidi, ochiqlari yanadi. Qarab baqib, bu ishlarning bir oila buzishga arzmaydiganligini tunib yetadi, ne ayol ikkilisi tunib yetadi. Asosda maslahat qilib, yana shu oldi ya, deydigan gap qolsa, fursat bor degan gap. Ya'ni bizga fursat berish uchun taloqni necha qitimga 3 qitimga taqsimladi. Ya'ni butunlay ikkinchi qitim qayta asliga kelinmaydigan taloqqa 3 qitim fursat verdi. Bu yani qayta o'zini-o'zi murojaat qilish, qayta masalaga qarab baqish, ya'ni bir ig'ir darajada nima chiqmasligi uchun masala chiqib keyin mahrum qilish bo'lib, o ballarning ko'zi yoshga to'lmasin, masalan, ayol yurgin tutib qolgan ish bo'lmasin degan maqsad Allah subhanahu va taolo 3 qitimga qana qildi, taqsim qildi. Ammo eng oxirgi qitim buni butlay cheklab o'tishning sababi ailening bir muqaddasligi va ailening bir mahremiyati va ailening bir sevgi qoidasi va ammo aile buzilib, asliga kelib 10 qitim ajrashib, 10 qitim qaytinish bo'lsa, o ailede ne mehr muhabbetten, ne illiqlikten, ne muqaddaslikten, ne mahremiyetten söz açıqlı olmaydı asla. Şunlaşqa bunun bir çeki buluş gerek. Her halde bir qadam alsa ayol talaq aileni buzuşqa, çuvuşqa, o'ylanib baqib qadam oladigan bir mahremiyati, muqaddasligi saqlanish kerakmi ki. Bu yüzden 3 qatim ajrashgandan keyin bulash qilinmaydi. Taki o ayol başqa bir aile tutib, onun qaytmoqchi. Bo'lmasa, ailening muqaddasligi nerede qoladi? Demek, talaqning bu şekilde yolga qo'yilib, bu şekilde arverilishning sababi özümüzni pokizlash, özümüzni isloh qilish, masalaga qayta qarab chiqish fursati berish bo'ladi. Ana deb bo'lib, Alloh subhanahu va taolo taloq qilgan vaqtida, er ayolni taloq qildi, quvvatli deyli, bu vaqtida va la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a. Ya'ni to'yloqda normal qoida, shart er kishi ayol kishiga to'yloq qildi. Ayol kishining oilasiga kirdi ya, bir odamning hayotiga ega bo'ldi ya u. Onun o toyla kurdu. O toylaqninki çeki kichiginin va yuqurisining cheki yo'q. Endi talaq yuz berib qolgan vaqtida, masalan, er ayolni quvvati deyli, ayol mushu oiladan chiqib ketish bedilida bir narsa kirish kerak. O olsa toylaq. Er kishi shu bergan toylaqdan har qanday bir narsani evilishqa bo'lmaydi. Endi bu masala bu qad tugidi. Yana bir masala bor. Bir ayol bir adam bilan to'y qildi. To'y qilib bo'lib, qarasa, o adamda masala chiqmadi, lekin adamda masala yo'q. Yani ayolga zulm solgan ahvol yo'q, ayolni buzoq qilgan ahvol yo'q, ammo ayol kishi to'y qilib bo'lib, toza ko'ngilga yoqmadi. Ya'ni ma oilada menga loyiq emaskan degandek yoki bir sabablar tufaylidan ayol kishi bu oilani davomlashtirishni xohladi. Ammo bu to'y qilgan, eridan to'yla qolgan, ahdi misak bilan masalan nikahni biz mustahkam bir munosabat, mustahkam bir ahdi va'da deb izohladik ya. Kirgan bo'lg'achqa bu uyda, ya'ni o'zi xohlamaydigan odam bilan uy tutib hayotini davomlashtirish ayol kishiga zulm. Agar shu ayol kishi shu ish tufaylidan erining haq huquqiga daxl etkazib qolsa, erga zulm. Bunda ahvol yana bo'lmaydi. Qur'on buni hal qilib nima deydi? Mush hozir kelgan yerimizning oxirisidan illa ayyaxafa alla yuqima hududallah. Endi ayol bu uyda yashagan ekan, erning ayol ustida, ayolning er ustida haq huquqi bor. Turmushda qarab baqsa, birisining haq huquqini to'liq ado qila oladigandak emas. Mashta ahvol bo'lib qolgan vaqtida ayol kishi men turmushdan chekinaman, sizning olgan to'yliqimni qaytirman deb bu turmuşdan çekinip ayollik turmuşunu buzsa ne bu buludu? Bu yerda Allah şunu demekçi ki ailede ermo ko'ngli xo'sh, bu aile davom qilish kerak, ayolmo rozimanlik bilan huzur ichida bu ailani davom qilish kerak. Erning ko'ngli xo'sh bo'lmagan ahvol ostida, ya'ni bu ailedan huzur ololmagan ahvol ostida bergan to'yloqlardan bir tiyin ilolmasdan rozilik bilan cho'si bo'ladi. Ayolmi bu aileden hoşlanmagan vaqtida, huzur his qilmagan vaqtida
bəgən ağan toylaqlarının həmmini qaytırıb, turub qana qılsa buludu, turmuşni buzsa tamamen buludu. Çünki nə huzur olmayan ailede ayalı zulüm qılış şeyini. O aile ahırgıcı bəxtli bulanmaydı. Ayal mı könlü taatmagan, huzur olmayan ailede irigi zulüm qılış mümkün. O aile bəxtlik bulanmaydı. Yani ayal kişi irige malını məlum derecede pul qaydırış arqılıq ailini buzsa buludu. Hem de pul qaydırış meselesi de toylaq dairesinde buldu pul. Mesela ağan toylağı 10 min olsa, ayal kişi şu 10 min dairesinde irige qaydırdı. İlla ki ayal kişi yoldan çıkıp hatalık ötküzüp mesela ayal kişiden kep ötküzüp qalğan bir hatalık tüpeyledin bu qalsa toylaqdan eşip ketken şekilde er kişi onu mecburlusu buludu. Eğer er kişi zulüm qıp degende köp qalsa o muşnuğa qarap turup qaytırıdığan pul malının ahvali toylaqның dairesinden eşip ketmeslik muşnuğa qarap belgilindi. Her halda toylaqdan eşip ketiş yaxşı emas, ama toylaq dairesinde qaytasa buludu. Bunun Peygamber Aleyhisselam'ın devrinde bir yüz bergen bir hadisinin birisi var. Abdullah ibn Ubey'nin kız kardeşi Cemile Abdullah ibn Qays'dan ayal etti. Resulullah'ın qaşı görüp dedi, "Men Abdullah'ın dinide bir meseleni görmedim, ahlakada bir meseleni görmedim. Ama güzel Müslüman küfür işlerini qıp qilishni xalamayman. Küfür işlerini qıp qilish degani, yani ailedeki haq huquqni joyida ado qilmay, erininki illiqligiga muvofiq javob qaytarmaslikni islom atalg'usida küfürlük, yani turmushga küfürlük qilish, turmushga inkarlik qilish, bunda Uyg'urchada qarayüzlük deymiz ya. Yani men turmushga men qarayüzlük qilmayman dedi. Yani gap nayt iniq, ahlaqida mesele yok Abdullah'nınki. İslam'da mesele yok, dinde mesele yok. Degenden ki bu yerda zade meselenin ne ekanligini bilish uchun Rasulullah. Yani bunun ko'childi, yani nima ahvol dedi. Bu ayol dedi ki bir kunisi shunda perdini ko'tarsa, bir qancha odam bilan birga turibdi Abdullah. Shu odamning ichida eng paka mesela chiroyi nayt ko'rimsiz hamdi, ko'rimsiz. Bir xil rang ro'yimi qarasam sifatsiz demakchamdi. Umumiy davatgan gapidan erim paka sifatsiz bir odamkan. Yani men hisobda bu avran öy tutishni yaxshi ko'raman. Yani yaxshi ko'rmadim bir qizlar. Ma ayolning ma turmush. Am bu turmushga deyishib ketgan. Erdin to'yliqa, mana şekilde bo'g'achqa. Mesela ma ayol Abdullahdan shu vaqtda to'yliqqa bir bog' olganim, cho'ng gap bog' degan vaqtda. Şuna Resulullah bunun begini ço. Hayturamsa dedi. Men taxib beg'idiga qo'shib boshqa narsani bilmadi dedi ayol. Shu darajada. Resulullah dedi ki, artıq qayturishning hojati yo'q. Begini qayturgan deb Resulullah. Ma şekilde bununla yol göstergen. Bu İslam fiqhi hükümlerinde hul'i deb atıldı. Yani ayol bu turmushni buzmoqchi bo'lib o'zi aktivlik bilan chekingan vaqtida erining bergan to'yliqini qanday qiladi? Qaytiradi, bu turmushdan yenib chiqadi. Agar er buzmoqchi bo'lsa, ayolning bergan to'yliqidan bir sinatni evanmaydi, bir tiyinni evanmaydi, bu turmushni buzadi. Ana bu şekilde. Ma ayetdeki ve la yahillu lekum en ta'khudhu mimma ataytumun şey'ini er buzgan holatni ifodalasa, keynidiki agar ular Allohning had hududlarini, belgilemelerini icra qilmasdan qo'rqsa, ya'ni ailede normal aileni davomlashtirolmay, ya er ayolga zulm qiladigan yoki ayol eriga zulm qiladigan ahvol bo'lib qolsa, ayol kishi bergan olgan to'yloqlarini qaytarib berib, bu ayolni buzsa, bu ayoldan chekinsa, yani talaqini qo'lga olsa bo'ladi degan shakldagi nima hukm. Undan keyin kelayli illa ay yakhafa Allah yuqimu hudud Allah degan oyatni bayatni izohlab o'tdik. Hudud arabchadagi had hudud bir narsaning chegarasi, siziq, liniya degan ma'noda. Qur'oni Karimda halol, haromni ifodalamoqchi bo'lsa,
bir ishga buyurib bir ishni to'smoqchi bo'lsa, shu yerda had hudud keladi ko'p hollarda. Tilka hududulloh deb. Bir ishni to'sgan vaqtda hudud deb bo'lib yaqinlashmanglar deydi. Buyurgan vaqtda hudud deb o'tib ketmanglar deydi. Ya'ni bu şekilde ifadeleşning maqsadi chegara odati bir davlatning chegarasi ko'p hollarda yaqinlashmaydigan bir nuqta. Mana chegara ifadalashning sababi u ishning naq o'zilam emas, buningga yaqinlashmanglar degan ma'noda. Neri turinglar. Chunki bir o'stangning livida manga odam tushib ketish ehtimoli intayin yuqori. Sal orliq qo'yib mesela 1 metr 2 metr aralıq qoyup mansa düşüp ketiş ehtimali yarak olur. Şuna oxşaş chegaraga yaqinlashmanglar, maishga yaqin kelmanglar degan ma'noni ifodalash uchun buni had hudud ifodalaydi. Hatta Rasulullohmi mush Allohning halol haramini had hudud ma'nosida ifodalab, innal halala bayyin val harama bay. Halol mu aniq, haram mu aniq o'tirda, halol haramning o'tirda shubhali ishlar va qanday odam bunda shubhali ishlardan saqlansa, o'zining dini, izzatini qo'dab qolgan bo'ladi. Shubhali ishlarga tushib ketgan odamning haromga tushib ketishi aniq. Chegara atrofida qo'yayotgan padishiga o'xshaydi. Chegara atrofida qo'yayotgan padishining patilari chegaraga kirib ketishi aniqla. Har qanday padishning bir chegarasi va Allohning chegarasi zaminida Allohning harom qilgan cheklab Rasululloh mana shekilli ifodalagan. Qur'oni Karimda mu shu shaklda qanday qildi? Ifodaladi. Ya'ni qil degan bir doira bor. Qilma degan bir doira bor. Shu qil degan doiraning atrofida bir chegara qo'yishimiz kerakki, biz ma ishlarni qilmay qilib qilishdan saqlanaylik. Qilma degan ishning atrofida bir doira qo'yaylikki, qilsamayli. Biz mushuni bilishimiz. Qur'on bizni qilmadan boshqa bu bir chegara deb sifatligini o'zimizni chegaraning atrofida qanday muomala qilsak, qanday tutsak, shu shaklda tutsak. Halol harom masalasida, buyruq cheklim masalasida. Allah bizni 5 vaqt namoz o'qidi, bomdodni 2 rakat dedi, peshinni 4 rakat dedi, shamni 3 rakat, xubtani 4 rakat dedi, mesela asrni 4 rakat. Rasulullohning sunnatlarini peshinning oldida 4 rakat, keyin 2 rakat, shamning oldida keyin 2 rakat, xubtanning keyin 2 rakat degandek, bomdodning oldida 2 rakat degandek sunnatlardan qo'g'daymiz ma farzni. Yani bu qil degan chegirdan o'tib turib, Rasululloh ko'rsatgan doirada qilganimiz. Allah mal mülkimizni ma'lum darajada zakotlarni farz qildi. Biz nafli sadaqatlar bilan ma zakotni beradigan holatimizni saqlaymiz. Yilda bir oy ro'za tutishni farz qildi. Nafli ro'zalarimiz bilan ma ro'zani tuta oladigan holatimizni saqlaymiz. Bu chegirdan o'tib turganimiz bo'ldi. Zinodan to'sdi. Bu bir chegara. Zinodan qilmasam bo'ladi deb yuksak olmaydi. Zinoga olib boradigan şu xildagi ishlarga yiroq, o xildagi ishlarga yaqinlashmaymiz, yiroq turamiz masalan. Mushunga o'xshash masala. Ya'ni o'zimizni sal kapolatga olamiz. Halol harom masalasida. Bu nereden chiqardik buni? Chunki Qur'on halol, harom buyruq cheklamalarni hudud degan ifoda bilan ifodalaganligi bizga bir signal berayotganligi, o'zingizni kapolatga olmanglar. Ma chegaradan uyandan o'tib ketib qolmanglar demakchi Alloh subhanahu va taolo. Endi biz yuqorida o'qigan oyatlarda oila munosabatlarida, taloq masalalaridagi bir qoida, prinsiplarni o'qib o'tdik. Alloh subhanahu va taolo jamiyat masalalarini, jamiyat kasalga, ofatga tushib qolmasin deb go'zal shaklda hal qilish uchun bu tizimlarni o'tirib qo'ygan. Insonlar har qancha yaxshi qildi degan taqdirda eng yaxshi deb qilgan taraflarini qiladi, bilmagan taraflarini qana qilolmaydi. Voy mush odamning kallasi bak ishlaydi, bu odamni davlat tutib boqqan, andoq mundoq deb eng yuqori darajada chiqargan qonun tuzilmalarimi o'zi bilgan doirada bo'ladi, bilmagan doiralarda qana qiladi. Xatolik tushdi. Insonning ma'lumoti har qancha o'tkazsin oz. Bu bir. Ikkinchidan insonlar har qancha adolatli o'tkazsin, o'zi tava sinib, o'zi tava guruhining manfaatini asos qiladi. Cho'qqum buning zulmiga uchraydigan yana bir taraf bo'ladi. Masalan, insonlarning hammasi eski emas. Alloh subhanahu va taolo hech qachon Qur'onga boshqa shar'iy narsalarda insonni eski deb
nima qilmaydi. Ammo masala nima desa, bir odamningki yaxshi ko'ngil bo'lishi bilan yaxshini qilolmaslik masalasi bor. İnsanlarning yaxshi qilg'usi bor, lekin bilim doirasidagi, idrokat doirasidagi tarovg'aliq tufaylidan eng yaxshi qilamiz debmi yaxshi qilolmaydi. Biz bilamiz tecrübe bilen nezriyenin farkını. Tecrübe bir adam ameli tecrübe xonasida birden sınab bakıp ahirasida erişken netice tecrübe oldu. Bu intayin doğru çıkıyordu. Ama nezriye kallasındaki oy fikir üzüp bilgen daire, malumat uçuruk asasen bir nezriyenin oturuğa koyuyordu. Tak bununla hahiş, havai heves, menfaat meselesi arışıp kalmagan takdirde bu reallıkka çıkkandan keyin ege maskelemde kömende meselesi neye çıkıyordu. Kanun çıkargıçılar insanlar oturusundaki del nezrevi tüzgüçler olurdu. Bular tüzgen kanun insanlar qarata insanlar cemiyetiga ya uygun kelidu, ya uygun kelmeydi. Bugün uygun kelgen dek kalgan bilen et uygun kelmeydi. Özü köz aldı bile yaşavatkan cemiyet uygun kelgen bilen küzdün Irak'a kaçkan yeni bir cemiyette mesele çıkıyordu. Ahirda bunun vabalini cemiyet tatıdı, zihnini qanaqıl cemiyet tatıdı. Allah subhanahu wa ta'ala yuqarıdaki aile tüzümleri arqılı insanlarını baxtsizlikten, xapılıqqa düşüp qalışdan saqlamakçı. Ama tecrübi sahada bizden Allah erken koyaqlıq. İnsanlara aql berdi, maddi imkaniyatını dünyada yarattı, mərxil. Qançilik tecrübe qilib, qançilik bir netice irsanlar mana. Ama ictimai, yani nezrevi meseleyi kelgan vaqtida sizning aql doirangni cheklik, siz bilmaganda men bilaman, men sizni yaratdim, buni ma'osilning ma'noga yo'langlar, bu yerdan qanaq ketmanglar, chiqib ketmanglar degan asosda bizga qanaq bir vaqtida biz mangadigan yo'llarni siz bir vaqtida. Biz bugungi dunyoda masalan ko'p davlatlik bir davrda yashayapmiz. Har davlatlarningki har xil nimalari bor, qonun tuzumlari bor. Aşağıya qarab baqqanimizda biz bir xil faxriy his qilamiz. Nima ishqa? Dinning ba'zi dushmanlari bizga raddiya bir mana deydi. Sizlarning Qur'on sura Fatih'ninki 28-oyatida Huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haq liyuzhirahu ala din kulli. İslamni bütün dillardan büyük qilib deb aytdi. Mana deydi. Sura Safninki 8-9-oyatida yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Hin İslam hammaning ustiga chiqadi deydi. Walau wa dinil haq liyuzhirahu ala din kulli walau karihal mushrikun. Mushu oyatlarni bizning oldimizga tashlab dinni hammaning ustiga chiqaramiz deydi Qur'oninglar din dushmanlarining gibi, ha? Dünya qarab baqsaq 7 milyard dünyanınki Müslüman boğun aran 1,5 milyard adam. Qağalları Müslüman boğmadı, dininin nerede hemen üstüge çıktı deydi. Mesela deydi bular. Biz ularga deymiz ki bu ayetni aldı keynigi qarab obdan çöngini de mesele başqacha oldu. Bular demekçi ki, ayeti bana tushunib qolganki, İslamni, dinni bütün dillar üstüden çoğun qiladi deganni dunyodagi bütün adam Müslüman bo'lib, İslam hammaning ustiga o'tdi deb tushunib qoldi, unda emas. Unda ish yo'q. Chunki oyatning oxiriga qarasa ikki qistirma bor. Walau karihal kafirun, walau karihal mushrikun. Dunyoda kuffarlarning normal bağlıdığanlığı, müşriklerning normal bağlıdığanlığının ifadesi. Anda olsa, dünyada kuffarlı bakken, müşrikli bakken, İslam'ne başka dillardan üstten kelimen depti. Bu kanda hukum dese, bu munda hukum. Biz bugün İslam'ın tüzülmesi arkalık, İslam'ın tüzülmesi hakkında sözlüdük. İnsanlar tüzülmenin en küçük aileden dat yukarısı devlet kıça. Çok kum mesele çıkıdığanlıqını kana kıldık. Biz dep öttük. Bir yerde biz yine şu müşayet arkalık şunu deyimiz ki Allah insanlar, yani Müslümanlara küçük aileden çoğu devlet kıça bir tüzülmeni sizip bergen bulup bu tüzülme meseleni hal kılışın tüp çaresi. Bu tüzülme arkalık bir cemiyet bəxtlik oldu. Bir cemiyette mesele azlaydı, bir devlet mesele azlaydı. Endi başqalarının meselesiga qaraylı.
Müslüman bo'lmagan davlatlar, Müslüman bo'lmagan jamiyatlar har qancha kalını ishlatib o'z jamiyatlarida bir tuzumlarni tuzib boqadi. İslamning dushmanligi tufaylidan bular islomdan yiroq tuzumlarni tuzadi. Qarasa masala avaydi, masala ko'paydi. Bu har qatim bir tuzilmani tuzib, buningdan masala chiqib inkas kelgandan keyin buni tuzdi. Yana tuzilmadan tuzdi. Qadam-qadam tuzib davlatning qonunlarini tuzitish kirgizdi ya. Tuzitish kirgizib oxirida o'zi bilibmi, bilmay islom tashabbus qilgan yerga berib qoladi. Uni qiladi, buni qiladi, jamiyatdagi qalamaqonchilikning oldini olish uchun haroqni cheklaymiz degan yerga berib qoladi. Uni qiladi, buni qiladi, erkinlik va hammadan erkinligi deydi, tamakini cheklagan yerga qanaqib qoladi, berib qoladi. Yana uni deydi, buni deydi, oila tuzumlarida islom tashabbus qilgan yerga qanaqib qoladi, berib qoladi. Ba'zi davlatlarda 18 yoshgacha bolalar yoki qizlar dadalarining iznsiz chegaradan chiqolmaydi. Ya'ni valilik masalasine o'xshash. Masalan, xristianlar desa, Vatikan deymiz, katoliklarningki ma'naviy qiblasi. Bularda to'y qilganlarning ajrashish ruxsat qilinmaydi. Bularsa yo'l qo'ydi. To'y qilsang ajrashmaysan. Ammo nada unda ish bor? To'y qilganlik odamning hammasi bir uyda mutlaq kelishib yashay olamiz demda. Bu bir jahannamga ilinadi o'y. Oxirisi bular majbur bo'lib taloqni yo'l qo'yish degan yerga bordi. Endi mishad islomning sharifi, g'ururi, faxri shuki. Qur'on dedi, kofirlar yomon ko'rgan taqdirdimi, mushriklar yomon ko'rgan taqdirdimi, hamma dindan islomni ustun qilamiz dedi. Biz faxrlanib turib, g'ururlanib turib, sharaf bilib turib deymizki, sizlar oxirida cho'gilab shaxsiy insonlar, yerlik qonunlaringlar bilan tuzib olgan jamiyatinglar qamlashmay, garchi din deb turib kelmasanglarmi, musulmon deb turib kelmasanglarmi, islom qilgan tashabbus qilgan ta'limotlar, islom yo'l qo'ygan ta'limotlarga kilislar oxirida deyalaymiz biz faxr bilan. Gerçi din namulan qilmasmi? Tabiiyki din namulan qilib qolsa, musulmon bo'lib turib islom ta'limotini uyg'ulab qolsa, u bir normal ahvol. Chunki bir dinni e'tiqod qilgan odam shu dinninki tuzilmasini tatbiqlaydi. Meyda davatqan sharaf islomning sharafi. Musulmon emas ular. İslamni yomon ko'radi, islomdan qochadi. Boshqa turib o'zini bilib bilmay majburiy holatda islom o'tirib qo'ygan prinsip qoidalarga oxirida qaytib kelib qoladi. Bu xuddi buni misol orqali tushundirsam, İşkelam bir yerden mangan bolsak, men o'ng tarafdagi yo'l, ma to'g'ri yo'l deb ko'rsatdim. Yana bir taraf manga va sol tarafdagi to'g'ri deb sol tarafga mangdi. Men dedim, "Voy, unda qilma, oldingda bir daryo bor, sen o'tolmaysa ko'rik yo'q, ma yo'lning oxirida ko'rik bor" deb shuncha desam, dushmanlik qilib ketaverdi. Men o'zimning yo'lni davomlashtirdim, ko'rikdan shayliq o'tib, qirg'oqdan o'tdim sog'-salomat. Qarshi taraf cho'gilab baqib, mingib baqib, hech chiqish yo'q, oxirida yana uni buni deb, garchi mening fikrimga kirmagan bo'lsa-mu, andaq-mundaq sabablar bilan men ko'rikni o'tgan vaqtda qandaroq deb qo'ygan bir yerimiz bor-ku, islom dal shu shaklda butun dinlarning ustiga qandaroq deymiz. Walau karihal kafirun, walau karihal mushrikin degani shu. Mushriklar islomni yomon ko'rib, islomdan qochib, islomni ayblab, dushmanlik qilgan taqdirdami, oxiri berib islom mangan yo'ldan mangadi. Gerçi din sifatida qabul qilmasa-mu, tuzilma sifatida, qonun sifatida, ya'ni o'zi topgan qonun sifatida, o'zi jamiyatga tuzgan qonunlaridan chiqqan masalalarni tuzitish kirgizgan sifatida qabul qildi oxirisi. Mana bu islomningki buyukligi butun dillarning oldida mejlisni karib turib qandaroq men degan yerga keldingmi oxirida, men degan yo'ldan mangdingmi deyalaydigan sharafi bizmi shu shaklda deyalaymiz. Ya'ni islomning tuzilmasi, biz oila haqida ketyapmiz. Amaliyotda oila jamiyatning muhim asosi o'g'achqa bu taraflarga chiqib qoldik. İslamning tuzilmasi insonlarni baxtli qilish uchun kelgan tuzilma. Bu tuzilma orqali masalalar hal bo'ladi, antiyoqchaga tushadi. İnsanlar o'zining shaxsiy idrokati, tajribalariga qarab turib tuzgan qonunlari qisqa muddatlik yoki tar doiralik bo'ladi. Cho'qim masala chiqishi aniq. Bu nuqtadan ahkam masalalari ma shaklda tushunilishi kerak.
Endi vaqt munosabati bilan qarindoshlar, biz bugun bu yerda to'xtaymiz. 229-oyat to'xtadik. Inshaalloh kelasi soatlik darsimizda 230-oyatdan davom qilamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.